yer yuzida eng zaharli ilon qaysi ekanligini bilasizmi? Va siz o'ylaganingizdek kobra zahri emas. Tushunishingizni oson qilish uchun ilon zahrining kuchini bitta chaqishda nechta filni o'ldira olishi bilan o'lchab ko'ramiz. 4-o'rinda qirol kobra turadi. Bu dunyodagi eng uzun zaharli ilon bo'lib, uzunligi 5,5 metrgacha yetadi. Eng qo'rqinchlisi, u boshqa ilonlar, hatto pitonlar bilan oziqlanadi. Uning bitta chaqishi esa 2 filni o'ldira oladi. 3-o'rinda qora mamba turadi. Bu ilon 4 metrgacha o'sadi va dunyodagi eng tajovuzkor ilonlardan hisoblanadi. Eng dahshatlisi, u soatiga 20 kilometr tezlikda harakatlana oladi. Tushunarli bo'lish uchun odam soatiga 15 kilometr tezlikda yugura oladi. Mamba bitta chaqishi bilan 4 filni hayotiga nuqta qo'yadi. Lekin uning o'zi uchun hammasi ko'pincha asalxo'r bilan uchrashganda tugaydi. 2-o'rinda rif iloni turadi. Uning asosiy xususiyati shundaki, u ochiq dengizda yashaydi. Uning uzunligi atiga 80 sm ga yetadi, lekin uning zahari shunchalik kuchliki, birato'la 6 filni asfala sofinga ravona qiladi. Eng zaharli ilon esa Makkoe taypani hisoblanadi. Ko'rinishidan bu Avstraliyaning qurg'oqchilik hududlarida yashaydigan oddiy 2 metrli ilon, lekin uning kuchi sayyoradagi eng kuchli zaharda bo'lib, bitta chaqish bilan 15 filni o'ldira oladi. Endi aytingchi, sizni ko'proq qaysi ilon hayratda qoldirdi? Fikrlarni izohlarda qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling.